8 yillik holatda Surxondaryodan bitta oila kelishyapti. Urug'nol, azospermiya, gormonlar baland. Bundan 3 yil oldin eko qilishgan. Toshkentda nomi chiqqan yaxshi katta klinikada. Xo'sh, erini oldin teza qilib, urug' bor yo'qligini aniqlamasdan turib, ayolini ham srazi stimulyatsiya boshlashyapti. Hozir gaplashyapman, 10 mingdan ziyod ketdi deyapti. Keyin bir dona tirik urug' topildi deb aytayapti. Bir dona tirik urug' bilan eko qilib bo'lmaydi-da. Oldin teza qilish kerak. Polnisi tekshirish kerak. Tezada urug' chiqqandan keyin uni kriokonservatsiya qilib muzlatish kerak. Keyin o'sha ayol bilan asosiy katta xarajatni boshlash kerak bo'lgan taktika qilish. Shu eng to'g'ri taktika, to'g'rimi? Lekin bular sraz ikkovini birdan ochishgan. O'zi fezga 20-25 turibdi. Urug' ochgan, tuxum ochganman urug' chiqish ehtimolligi juda ham kam, 5% gachami yoki 10% gachami shunaqa. Bir dona tirik urug'. Endi hozir 3 yil oldin qilishgan. Endi hozir men bularga xulosa qilib berishim uchun menga Johnson shkalasi kerak. Johnson shkala. Bitta tuxumida bez bor. Men hozir bularga stimulyatsiya qilsam, gormonlar bersam, Fezgelga preparatimi, Xarenskiy gantropin preparatimi, ana bez ertaga atipiskiy kletkalari rivojlanib, rak bo'lib ketmasligiga hech kim kafolat bermaydi. U qo'rqaman. Misol, bir odamni farzandli bo'lishiga yordam beraman deb asosiy muammo qolib ketib, boshqa kasallikni uyg'otib yuborishi mumkin. To'g'rimi? Shuning uchun hozir men yana majburman endi moyagida o'sha ochib ko'rishga, urug' qidirishga va urug' chiqmaydigan bo'lsa, to'qimasini gistologik baholab Johnson shkalasini balini ko'rishim kerak. Agar 7 balldan baland ball bo'lsa, imkon bor, 7 dan kam bo'lsa, imkoniyat juda ham tushib ketib qoladi. Yana rasxot, yana xarajat. Shuning uchun bitta teza qilish kerak. Urug' nol holatda. Tezada urug' chiqsa, gap yo'q, qarshi. Agar urug' chiqmasa, shkalani ko'rish kerak. Shunga qarab bemorga to'g'ri maslahat berish kerak. Hali 8 yillik turmushda turba rentgen qilinmasdan turib eko qilishgan. Turbada suv bo'lishi mumkin, yallig'lanish bo'lishi mumkin, yiringlash bo'lishi mumkin. Bu narsalar 100% ekoni natijasiga ta'sir qiladi, eko o'xshamaydi, 300% o'xshamaydi. Turbada yiringlash yoki suv bo'lsa. Tahlillar to'liq xulosa qilinmasdan turib, nomi chiqqan Toshkentdagi klinikada men hozir ayta olmayman. Uni aytsam birdan menga telefon qilishadi direktor. Shunaqangi chala-chula qilganki, bu yerda manfaatdorlik boshqa maqsadda bo'lgan. Tushundingizmi? Bitta kassada pul tushirish bo'lgan. Bu videoni qilishimdan maqsad sizlarga o'xshagan bemorlar 1 emas, 10 emas, 100 martalab kelishgani uchun qilyapman. Oxiri majbur bo'ldim. Birovni yomonlash emas, birovni vaqtiga, puliga, haqqiga xiyonat qilishda bu. To'g'ri tashxis qo'ysa sizga, hozir to'g'ri yo'nalish bo'lib, mana bunaqa ortiqcha narsalarga xarajat qilib yurmasiz. Kelishadi, aka, uylanganimdan beri na uyimni tomini yopdim, na mashina mindim, na to'y qildim. Topganim aptekaga, doriga, doktorga. To'g'ri tashxis, to'g'ri taktika, bu diagnozni to'g'riligi bu 80% davolash degan aslida. Boshqa bemorlarga dars bo'lsin shu narsa. Noto'g'ri taktika qilib qo'ymanglar. Hamma aytgan gap ham doktorda hamma aytgan gap ham haqiqat bo'lib chiqavermaydi.